Assalomu alaykum, hurmatli Samagro Center kuzatuvchilari. Mana bu navbatdagi poliyamiz don yo'nalishida ekilgan yangi gibrid Kangas navli makka jo'xorisi gibridi. Bu makka jo'xorimiz boshqa makka jo'xorilardan farq qilayotgan navi. Avvalambor ekkandan keyin o'zidan birinchi bo'lib makka jo'xori pishgandan keyin namlikni juda tez tashlaydi. Makka jo'xori tez quriydi. Boshqa makka jo'xorilarimizga qaraganda misol namlik tashlashda ancha farqi bor. Buni xuddi bug'doy kombayn bilan bir o'rishda donni olsangiz birdan 15-16 namlikda yig'ishtirib olishni iloji bor, imkoniyati bor bu navda. Keyin bu makka jo'xorilar mana bu dalamizda yaqinroq olib kelgan zich ekilgan. Zich ekilganiga qaramasdan mana pachatkalar bir xil solgan. Abi buni ushlang. Mana. Mana. Bitta-bittasini sanab o'taman mana. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ta ekan mana. 24 tagacha bor. 18 ta ham bor, 20 ta ham bor, 22 ta ham bor, 24 ta ham bor. Mana ichkariroqqa kelinglar. Bu makka jo'xorilar juda zich ekilgan. Zich ekilganiga qaramasdan hammasi 100% tanglangan. Ko'p izlarda makka jo'xorilar ko'rib o'tsalaring tanglashda muammo keltirib chiqadi. Makka jo'xorining uchigacha don qilmaydi. Bunda 100% changlangan. Bu 2024-yilda sinov uchun ekilganmizlar. Sinov uchun olib keldik 2024-yil. 10 xil makka jo'xori sinovda olib kelib, ichidan 2 xilni ajratib olganmizlar. Mana 2025-yil to'liq ekishga ekkanmizlar.